Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, sog'lom yuribsizlarmi? Xudo xolasa sizlarga qo'ldan kelgancha 4 yil yangilikni yetkazib borishda davom etamiz. Bugungi videomiz yaqinda farzandli bo'lgan, farzandini o'yinchoqlarni, belanchaklarni olib beraman degan ota-onalarimiz uchun bo'ladi, xudo xolasa. Endilikda toza farzandli bo'lishni niyat etib turgan yurtdoshlarimiz uchun ham manfaatli, foydali bo'ladi. Ushbu videomizni xudo xolasa ota-onalar hamda xudo xolasa qiyomatli do'stlaringizga like'larni bosib turib tashlab qo'yaverasizlar. Barchaga farzandli bo'lish nasib etsin deymiz. Bizlar ham nasib etsin deylar. Like'larni bosib qo'yaverasizlar yurtdoshlar. Bugun 4 yil tumanidagi Shumbola to'y qilganmiz. Xudo xolasa Ramazon oyi kelishi munosabati bilan aksiya emas yurtdoshlar, skidkini zo'rlari bor ekan. Mardonbek ham aytdi, baholarni dedi, dokansa sindirib tashiman ukam dedi. Xudo xolasa bugungi videoni va'da beraman, oxirigacha ko'rsanglar, yetkazgan vaqtlaringizni achinmaysizlar. Videomizni oxirida manzillarni ham to'liq tanishtirib beraman, nerdan kelish kerak, nerdan kirish kerak. Xudo xolasa oxirigacha ko'raverasizlar. Videomizni boshimiz sizlar esa ko'rib kuzatib boraverasizlar do'stlar. Xudo xolasa kiramiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Mardonbek, gap bo'lishi mumkin emas. Yurtdoshlar, ina. Genimdan daru boshlaysan mashinani edi. Qarmoq, amoz yetmasiz. Salomatmisiz, kayfiyat yaxshimi, xudo xolasa. Alombar assalomu alaykum. Chiroyli etib yurtdoshlarimiz bilan salomlashib qo'ysangiz bo'ladi, og'a. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Xudo xolasa yaxshi yuribsizlarmi, charchamasdan. Xudo xolasa uchun zo'r aksiya emas, bu safar skidga qo'yamiz. Skidchilaringiz, og'a. Skidchilar, mashinalar, mototsikllar, karaskilar, birinchi hammasini amaliyotadi. Uni 3 kun qo'yib beraman aka. 3 kun bo'ladi. 3 kun qo'yib beraman. Arzayrinda 2,5 million sotib o'tiribmiz o'zimiz, 2,5 million berib o'tirdik. Mototsiklni 2,5 million eng kattasi bo'ladi. Narxi 1 million 920 so'mga tushib tashiman aka. 1 million 920 so'm. Agar bundan ham arzon beraman degan yeri bo'lsa, aytran bahosidan 100 so'm qaytib ham beraman yana. 1 million 920 dan arzon bersa, gelip şu mana görsem şu ağa shunday 1,800 ga beraman deb aytsa 1,700 dan beramiz aka. 100 ming qaytib beraman üstüne. Arzon yerinden ham 100 ming so'm arzon beramiz. Beraman 100 ming so'm arzon. Yurtdoshlar 1 million 920 ming so'm mototsiklni mindiy narxni umuman ko'rmayapsizlar. Bu eng kattasi, eng full bo'ladi. Buni kichkinalari ham bor. 1,5 million 1,300 sotib o'tibdi uni. Uni 1 million 1,200 dan beramiz aka. Gap bo'lishi mumkin. Bu eng zo'ri shunda, to'g'rimi? Eng full bo'ladi. Mana kaskisi bo'ladi, keyin shiti bo'ladi oyog'imda kiyadi o'yna. Ina. Oyoq zashtasi, ya'ni shitlari bilan, kaskilari bilan 1 million 920 ming so'm, to'g'rimi? Gap bo'lishi mumkin emas. Bu boshlanishi hali shunda, to'g'rimi? Endi gap bo'lishi mumkin emas. Taylarimizga yordam bo'lsak, taylarimiz 250, 350 yozib turib sotib o'tirgan 350 ming so'm, narxini 220 ga tushiramiz. Damirli xilisi bo'ladi. Damirli xilisini 250 ming so'm. 250 ming so'm, 250 emas, 220 ming so'm aytib beramiz. 220 ming so'm. 580 ming yozib turibdi, bahasi o'zining bahasi, narxini 450 ming so'm aytib beramiz. 450 ming so'm. 450 ming so'm aytib beramiz. Og'a, to'xtang, maqsad nima bo'lib turibdi? Maqsad бағаларын sındırış, бағаны şu bizden maqsadımız. Hazreti hak izlesin ülke. Dakansa sındıramiz. Ayıp turpan ki, arzan beremenden yeri bolsam, 100 ming so'm 50 ming so'm üstüne qaytib beraman. Gap bo'lishi mumkin emas, yurtdoshlar. 1 million 450 ming so'm narxi ülke 1 million so'm ketdi. 1 million so'mdan? Ketdi 1 million so'mdan. 200'lik. 200'lik Prado sifati yaxshisi bo'ladi buni. Podarkiga zo'r. Yine yurtdoshlar, gap bo'lishi mumkin emas. Barcha nasib etsin deymiz, farzandlardan xarid etish yurtdoshlar. O'zi arzon olish kerak, shu Ramazonda olish kerak, to'g'rimi? Gap bo'lishi mumkin emas. 10 ming so'mdan xudo xolasa. Endi qara, mototsikllar ham har xillari bor bizda, xudo xolasa. Narxlarni yozib ko'pman o'zim beda, yana qog'ozda. Mototsikillarimiz Yine yurtdoshlar. 605 ta ham modeli bo'ladi, sifati zo'r bo'ladi. Yine 1 million 450 ming so'm narx yozib turibdi. Buni bitardan bahası 1 million 250 ming so'mga ketdi. 1 million 250 ming so'm. 250 ming so'mga ketdi. Yurtdoshlar, gap bo'lishi mumkin emas. Bu ham aytganingiz kichilari, to'g'rimi? Kichilari xillar zo'r bo'ladi, sifatlari zo'r. Bunda Smith degan xili bo'ladi. 1 million 730 yozib turibdi bahasi, sotib o'tirgan bahamiz aka. 1 million 600, 1 million 650 sotib o'tiribmiz buni. Buni narxini sındısak sındırik buni narxini 1 million 250 ming so'mga ketdi aka. Og'a, hazillashtiribmisiz? 1 million 730 ming so'mdan, 1 million 680 ming so'mdan sotib turibman dedingiz. 1 million 600 dan berib turibman. Ramazon oyida oxirgi 5 kunlik ko'chish sketchani zo'rni qo'yamiz. Narxi 1 million 250 ming so'm. 1 million 250 ming so'm. 250 ming so'm. Yurtdoshlar bunaqasi bo'lmagan, sifati zo'rini eng arzon bahoda olasizlar, xudo xolasa. Bu yerda ikkilisi bor aka. Kechavali, ya'ni xalq tili bilan aytganda yurtdoshlar. Endi buni yolg'on guring yo'q bundan. Narxi xafa bo'lmaysizlar. Bizning klientlarimiz xafa bo'lmaysizlar. Shunday bo'lib turibdi vaziyat hozir. Bahoni tushirmasak bo'lmayacak.
Bunun narxı 2,5 milyon so'm, 2300 dirham berganmiz, 2200 dirham berganmiz uka. Bunun narxini aytayımmı? Ayting. Bayarında aytib 1 milyon 900 dirham, 2 milyon berib turgan ekanlar. 1 milyon 830 ming so'mga ketdi uka. 1 milyon 830 ming so'mdan. Ikkinchisi. Vobshe o'tlashib berdingiz lekin. Javob berib turasiz bag'asi bu haqida. O'sha videoda so'zlab turgan gapimni syom ketib kelsinlar, top shu narsani ayttirgan vaziyat beramiz uka. Gap, yalan. 3 kun amal etadi faqat. 3 kun. Yurtdoshlar gap bo'lishi mumkin emas. Sifat zo'rlari bo'ladi. Keyin bu yerda pul tig'ilisi bo'ladi. Narxi 2400 ming so'm buni. Buni ham tushirib bering bag'asini. Qismini qo'yib beramiz, ag'a. Buni narxini 2 milyon 400 likini 1 milyon 880 mingga ketdi. 1 milyon 880 ming. Ketdi aka. Shuncha baho qotib yotibsiz, ag'a. Satash baho tushadi, bundan keyin dars tushadi aka baholar. Gap bo'lishi mumkin emas, yurtdoshlar. Like'larni bosib qo'yinglar. Mardonbek ham shu Ramazon oyida savobni tenda qilib keting deb turibdi. Xudo xolasa gap bo'lishi mumkin emas. Aytdim, agar 1 milyon 880 mingdan Mardonbek uka, sen dükkanın qimmat ekan. 1 milyon 880 mingdan boshqa do'konda turibdi. 1 milyon 600 dirham turibdi, mototsiklab kelsa, top aytgan bahosidan 100 ming so'm qaytib beraman. Gap. 1 milyon 580 ming so'm beramiz shunda. Gap. Gap bo'lishi mumkin emas, yurtdoshlar. Bunda chiqqan xilisi bo'ladi. Buning narxi 900 degan modeli bo'ladi. 2 milyon 100 ming yozib turibdi bahosi. Bir real sotib o'tirgan bahamiz aka. 2 milyon 100 ikini 2 milyon 1 milyon 900 1 milyon 900 berib o'tiribmiz o'zining bahasi. Buni narxini xudo xolasa obuna so'ramiz uchun 1 milyon 650 mingga tushirdim aka. 1 milyon 650 ming 1 milyon so'm. 650 ming so'm ketdi. Yurtdoshlar nola bo'lib yotibdi. Mototsikllarga gap bo'lishi mumkin emas. Bu boshlanishi hali klassikalarga kelamiz yurtdoshlar. Endi keyin yana buni modeli 9005 degan model bo'ladi. Avang. Narxi 1 milyon 680 ming solib o'tiribmiz buni. 1 milyon 680 ming so'm. 1 milyon 350 mingga ketdi aka. 1 milyon 350 ming so'm. 1 milyon 350 ming so'm. Yurtdoshlar e'tibor berib turgan bo'lsanglar, Mardonbek ham o'zini kodlari bilan, modeli bilan aytib turibdi. Modeli bilan aytib turibman. Liberal borib solishtirib turaversinlar. Bu degani boshqa do'kon bilan bemalol solishtirib ko'ringlar deb turibdi. Agar shunda ham agar mendan arzon bo'lsa 100 ming so'm shuni arzonda berib beraman deb turibdilar. Shuning uchun modellari bilan aytib turibdilar. Yuqorida klasikalarimiz ketdi. Bar firmaning klasikasi bo'ladi. Sifati zo'r bo'ladi. 850 800 bertimiz narxi. Buni 700 mingga beramiz. 700 ming so'm beramiz klasikani. Keyin bu yerda gece 001 degan narxi 1,5 milyon 1 milyon sotganmiz, 1 milyon 250 ming so'mga ketdi uka. 1 milyon 250 ming so'mga ketdi. Qarab tur endi. Bu yerda Adil firmaniki bo'ladi. 1 milyon 200, 1 milyon 300 satkamız vaqtında buni 980 mingdan ketdi. Al 950 mingdan ketdi. 950 ming so'mdan. 950 ming so'mdan. Kreditlarimiz 1 milliondan menden so'ragan vaqtda bermaganman, ko'rib turgan bo'lsalar 950 ming so'mdan kitaveradi bemalol gap. Bemalol gap 950 ming so'mdan xaritasang bo'ladi. 950. Ibida keyin Çemadan klasikimiz var. Narxi 800 ming so'mdan beramiz. 800 ming so'm. Çemadanlısı. Çemadanlı. İn bu turu bakayım 900 ming so'm bu. 900 ming so'm. 900'dan ketdi hammasi. Yurtdoshlar gap bo'lishi mumkin emas. Bemalol gap xaritasanglar bo'ladi. Aynan faqat shu biza hozir oxirini aytib o'tamiz. Shu 3 kunda kelasizlar, xudo xolasa xarid etasizlar, sizlar o'ttirmaysizlar. O'zini ham bahosidan ham arzon bahada xarid etadilar. Xudo xolasa. Kim bor trenddagi Bentley mashinamiz bo'ladi. Narxi 2 million so'm. Ko'pida 1 million 900 2 million biza sotib turibdilar. Mana xudo xolasa obuna sanamiz uka 1 million 730 ming so'm qo'yib beraman. 1 million 730 ming so'm Bentley bu kattasi bo'ladi yurtdoshlar. Zo'ri bo'ladi xudo xolasa. Zo'ri. Keyin bu yerda Drifter modelimiz bo'ladi. Ina. Sifati eng zo'ri, eng fulli. 24 volt akkumulyatorda. Gap yo'q. Motorlari balonda tarashgan bo'ladi. Narxi 3 million 300 sotganmiz. 3 milliondan berganmiz ekan buni. Mana narxini keskin tushirib tashlaymiz yana ham. Sensatsiya. 2 milyon 500 ming so'mga ketdi ekan. 2,5 million so'm. 2,5 million. Shtir tashida olib Ag'a bu drift ishab bo'lsa bo'ladi uni bu. Eng zo'ri bo'ladi bu. 2,5 million so'm yurtdoshlar barcha nasib etsin. Xudo xolasa cheklanmagan qo'ldan kelgancha qo'yib beramiz. Shu 3 kun mobaynida yetkazib berasiz, to'g'rimi? Nechalar desa shuncha. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha. Gap yo'q. Bu yerdan Beyo'larimiz ham bor, Mers, keyin bu yerdan original Mersimiz bor, Speed 800 dan 2 million 420 ming so'm bo'lgan narxi, mana narxini 1 million 850 ming so'mga ketdi. 1 million 850 ming so'm yurtdoshlar. Ketdi. Gap yo'q. Mersi zo'r, xudo xolasa. Zo'rlari, xudo xolasa. Kelaverasizlar yana. Klasikani aytib bo'ldik. Endi belanchaklar xudo xolasa. Belanchaklarni ham sindiramiz bu. Belanchaklar narxi uka 1 million 200, 1 million 300 sotib turibdi, xudo xolasa. Narxlari 950 ming so'mdan eng qimmati bizat 1 million 450 ming so'm edi. Hammasi narxini standart 950 ming tushirib chiqdik.
Tutqanı 950 min Tutgan so'mdan. 950 ming so'm olib ketaveradi. 950 950 950 ağa. Tutgan 950 ming so'm. Gap ekan shu. Ishida durganlar bo'lgan ağa. Shu turganlar beranchaklarimiz. Hammasi 950 min so'mdan. 950 ming so'mdan. Xazinotlarimizga keladigan xazinotlarimiz 250 230 berilib turadi. Narxi mana 180 ming so'm aytib beramiz. 180 min so'mdan. O'tgan yilda 200 mingga tushirdik buni. Bu safar 180 mingdan beraman. Ine 180 min so'mdan Sen xadinoklarimiz. ben turgan abi xadinokimiz var. 150 sotib turibdi narxi. Mana 110 ming so'mdan ketdi. 110 min so'mdan. Onjiqlari o'zida yana. Muzikasi O'z dukanni yapyapsizligingiz yo'q-ku, to'g'rimi? Aytdingi dalshi bo'lsin, xalq kimasi. ishimiz arzon bahada beramiz. Izzatli xalq yazasin. Bu maqsadim akşam o'zim Instagram sahifam bor. Shuni aytib o'ting. Shuna obuna bo'lib turib kelishlariga shart shu. Shart shu, to'g'rimi? Akşam o'zim Instagramga qo'ydim. Obunachilarimizga shunday вопрос qo'ygan vaqtda hammasi yozdi, skitcha aytib bering, bizlar kolayskiy mashinalarni izladi. Shundan keyin shuna qarab turib skitcha e'lon qilib. Talablarga binoan bo'lib turibdi. Talablarga binoan bo'lib turibdi. Sezonlarimiz. Sezonlarimiz 250 280 sotganmiz vaqtida 250 dan berganmiz. Buni narxini 170 ming so'mdan ketdi. 170 min so'mdan. Ağa bu 280 satılanlar 170 min so'mdan. Gapma javob beraman. Xitoyniki, O'zbekistonniki emas, Xitoyniki bo'ladi. 170 mingdan gap ketaveradi mendan. Yurtdasa o'zim ina realni aytaman, bizning uyda ta ishindisindən bor. Hele mesela men jiyanlarimiz, mesela jiyanim ham og'ir, mesela katta doğulgan, mesela shundan men necha vaqt bo'ldi ishlatib o'tiribmiz lekin o'zlarimiz. Men navadim. Hava, unam sizdan edik ta ishindi rangidan yurtdasa. Lekin biz esa qimmatroq avadik 180 dan berasindi. Gap yo'q. En bular bor, bu Xitoyniki ular sezon elektron narxi yana ko'rsatib qo'yib 150 ming so'm bo'ladi. O'zbekistonniki emas, O'zbekistonda 90 mingdan ham bor. Bundan ham chiram, uning narxini 80 mingga tushirdim, xudo xolasa. Buning narxini 120 ming so'mdan ketdi. 120 ming so'mdan yana 150 ga sotilib turganlarni chisti Xitoy bo'ladi yurtdasa. Keyin banda gorkimiz bor. Narxi 100 dollar edi buni, 1250 ming so'm edi. Mana xudo xolasa operatsiyonimiz 1 million 50 ming so'mga ketdi. 1 million 50 ming so'm. Ya'ni shu Sarınjaki banda attraksioni basketboldan 2 dana bo'ladi, to'g'rimi? Basketbol 2 dana ham o'zi bor. Gap bo'lishi mumkin emas. Keyin banda o'zlarimizda ekan, hammasini 30% chegirma. 30%. Uşağın 30% çekirme. Yine kurcak disilami, robot disilami yurttaşa beyanda maşinlarımız var, beyanda emindi kubik rubiklerimiz var. Hemmesi 30% çekilmedi, doğru mu? Keyin beyanda maşinimiz var, panda maşinimiz. Pandalar. Bunun narxı 220-200 satılgan vaqtında köbede götürüpman 170 lira bahasını 155 ming so'mdan ketdi ekan. 155 ming so'm. 155 ming so'mdan. Yine pandalar. Gap bo'lishi mumkin emas. Keyin benim samakatlarımız var. Sifati zo'rlari bo'ladi. Samakat. Bu 300'ü bo'ladi. Yine. Sifati zo'ri. Narxlari odan chiqqan bo'ladi. Hammasini 100 mingdan boshlab ketadi samakatlarimiz. 100 ming so'mdan boshlanadi, boshlanib to'g'rimi? ketadi. Yine samakatning sezoni endi keladi, xudo xolasa bahor kelsa yurtdosh. Keyin benim qachilarimiz bor. Ko'pchilik adashib turibdi qachilarni. Bu kichkina xillisi bo'ladi. Aman. Buna 400 mingga qo'ydik o'tasa boram. Shu vaqt 400 mingdan beramiz buni. Bu katta xillisi bo'ladi. 108 ta modeli bu. Buni 450 mingdan beramiz ekan. 450 ming so'mdan kattasini 150 satgan vaqtida 450 mingdan ketdi. Yine. Sifati zo'r bo'ladi. Xudo xolasa hech ham buzilib boshqa chiqmaydi, to'g'rimi? Xitoyniki bo'ladi, emas, Xitoyning o'zi bo'ladi. Sifati zo'rlari bizda, xudo xolasa. Mardonbek aka, endilikda qarang, ko'pchilik yurtdoshlarimizda naqd puli bo'lmaydi. Muddatli to'lov ham xarid qilsalar bo'ladimi sizdan? Bo'ladi, xudo xolasa aka. Bir dona pasport bilan keladilar, muddatli chiqarib beradi. Plastik kartam kerakmidi? Ya'ni kafillarsiz, to'g'rimi? Bir dona pasport bo'lsa bo'ldi. Hukumat ishida ishlash shart emas. Shu aytilgan baholarda chiqarib berasiz, xudo xolasa. Aytilgan majda. Bu chemadan karaski bo'ladi, narxi 680 ming so'm bo'ladi. Yine. Kimlaradi? Ketaveradi. Gap yo'q. Buni videoda 550 ga tushirdik. Avan. Buni narxi ekan, buni ham tushiraman narxini. Buni hali hech kim qo'ymagan skitchani biz qo'yib beraman. 1 million 500 ming so'mdan men 450 ming hamdan men 420 ming so'mdan ketdi. 1 million 420 ming so'm. 420 ming so'm. 420 ming so'm. 420 ming so'm. 1 million emas. Yurtdoshlar 420 ming so'mdan ketdi. Yine. Bu yoqda klassikamizda 580liklari bor, 450liklari bor, hammasi baho tushdi bularni. Yine. Sında baholar, to'g'rimi? Sindirdik bog'ani. Yine. Keyin ruskali xadrotlarimiz bor. Menda Rusya xillari 250 mingdan qo'ydik buni. Buni narxini 230 ming so'mdan qo'yib beramiz. 230 ming so'mdan ruchkada xadinoklarimiz yana yurtdoshlar. Gap bo'lishi mumkin emas. Bemalol kelaverasizlar. Bu yoqda yana klassikalarimiz bor. Assortimentdan, Vibordan muammo yo'q, to'g'rimi? Hozir qo'ldan kelgancha gap yo'q. Endi shu 3 kun qo'yib beraman dedingiz, qaysi sanada qo'yib beramiz endi xudo xolasa? Videodan bugun chiqarsan, bugun 13 mi? Avan. 13'ü, 14'ü, 15'i. Yani 16'sı. 16'sı, doğru mu? Bugün hesaplamayıp 16'sı. 16'sına yani 3 gün. 14-dan 16 martgacha ushbu sanab bergan skitchilarimiz amal etadi, to'g'rimi? Nechallasa shunchalik to'p berib bilasiz. To'p beram, xudo xolasa. Keyin shuni aytib o'ting. Avval olib ketgan kreditlar xafa bo'lmaysizlar bizdan.
Doğru şundan ümiddamiz. Yine Xudo Keyin xolasa. şartimiz şu Instagram'ımız bor bizani. Xudo xolasa 1700 odamimiz bo'ldi. 2000 dollar qo'yamiz shuni. Obuna bo'lib turib kelasizlar, aytran bahada beramiz. Yine yurttaşlar gelasizlar Merdanbek Instagram kanalına abone bolup geldim. Yine ekranda işide Instagram kanallarını koyma yurttaşlar. Abone bolup geldim desene boldu. Şu aytılan senalada bemalol şu videoda şu tutkan gapingizden Gap. screenshot atıp, screen video atıp geleversirler, doğru mu? Geleversin, bemalol. Şu bakada satasız Xudo xolasa. Yurttaşlar bemalol geleversirler. Gapingi bo'ldim. Video olib kelsinlar. Uka shu mashinangni shu palanda baytgansan deb kelsin. Shu aytgan bahada beramiz shuni, tamam. Aytılan gap atılmamak, doğru mu? Lafzingizda durasiz Xudo xolasa. Esa Merdanbek assam rahmat deymiz. Yangiliklar bo'lsa gelaveramiz Xudo Yangiligimiz xolasa. ko'p. Razı bo'lin ağa qo'yib bergan skidkingizga. Roziman, Xudo Yurtdoshlar endilikda adreslarimiz bilan tanishtirib beraman, sizlarga ko'rkizatib boraverasizlar. Yurtdoshlar, bizning manzilimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida yurtdoshlar. Bu yon tarafdan kelsanglar Lenin ko'chadan, avvalgi Lenin ko'cha, hozirgi To'rtko'l ko'chadan to'g'ri kelaverasizlar. Lenin ko'cha pamyatnik desa hamma biladi. Qahramonlar shon sharaflari bo'lsin yurtdoshlar. Shu kelaverishingizda o'ng qo'lingizda katta zdaniyamiz bo'ladi yurtdoshlar. Agarda bu yon tarafdan kelsanglar yurtdoshlar, Ingliz ko'cha, ya'ni avvalgi Ingliz ko'cha, hozirgi G'alaba ko'chasi tarafdan ham to'g'ri yurib kelaversanglar bo'ladi Xudo xolasa. Bemalol kelaverasizlar. Hammangizni 14-dan 16-martgacha Shumbala to'yisida kutib qolamiz. Skidkalarimizdan bemalol foydalanib qolsanglar bo'ladi yurtdoshlar. Ushbu videomizni eng yaqin ko'rgan qiyomatli do'stlaringizga, ota-onalaringizga like'larni bosib tashlab qo'yaverasizlar. Sog' salomat bo'lasizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha deymiz. Ketkazgan vaqtlaringizga rozi bo'linglar.